Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Qadrdon, omonmisiz? Sovuq kunlarda mana bundoq oddiygina, o'sha soddagina, eng arzon variantda asosiysi qulay. Ham qulay, ham o'ta ekonomishniy, eng muhim umuman tutamaydigan o'choqlarimiz. Rosa maqtadimi? Xo'p, bitqizdik. 22, 12 kichkinagina qozoncha va 60 litrligimiz. Xohlamiz o'sha kichkina qozon olmay qo'yib bering. Bir ikki kishiga qilganda ham kerak bo'ladi, baribir to'da. Uni ham o'rnatib berdik. Xo'p, bitqizdik inshaalloh. Tojikiston, Konibodomda o'zimizning qarindoshlar. To'g'risi ancha kutib qolishdi. Sababi hech vaqtimiz bo'lmadi, xullas. Ham chegara o'tib oshib o'tganim salgina qiynaldik, lekin inshaalloh mana shu go'zal qilib, zo'r qilib bitkazib berdik. Xo'p, joyimizni razmerini aytib o'tay. Где-то 3,5 metr joy bo'ldi mana shu. Sholasi 3 metr ham deylik, 3 metr joy bo'ldi. 3 metr joyingiz bo'lsa inshaalloh sig'adi bemalol. Xo'p, oshiqcha gapirmaymiz. Sinov jarayonini o'tkazib yuboramiz. Qani? Aqldan boshlang. Ham bunimiz o'sha plisosda bo'ldi. Super plisosda. Havo kanallari bilan eng asosiysi mana bu mo'ri. Juda uzoq yil to'lmasdan xizmat qilib beradi. Sababi shu havo kanallar mana mo'rida turib qolishiga yo'l qo'ymaydi umuman. Shu gurullatib tortib olib chiqib ketadi. Umuman to'xtab qolmaydi xullas. Bismillah. Mana shu holatda qadrdon super pilisos o'choqlar mana. Mashallah. Tortavering orqaga. Go'zal tortib yotibdi, qarang qanchadan. Keyingislariga ham bir tutib ko'ring. Mana o'sha suvlardan par chiqishni boshladi. 2 minut. 2 minut o'tdimi, yo'qmi? Bunisi ham go'zal. Bor tortadi inshaalloh. Bu tortishiga yana ana bo'lmaydi, nima deydi? O'tni olib chiqib ketib qolmaydi. Sababi havo kanallari qo'yamiz. Havo teshikchalari bo'ladi. O'sha o't yonayotgan o'sha mo'ri tarafga qo'yiladi. Mo'ri tarafdan olov borganda o'sha havo teshikchalaridan havo kirib, olovni nabarat qozonga qaytaradi. Ko'proq qozonga uradigan bo'ladi xullas. Keyingisi go'zal. Yonmagan holatda tortib turibdi. Agar uni yoqib yuborsak ham, bu ham o'shim dahshat bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, qadrdon, sog' bo'ling, salomat bo'ling, Alloh panohiga bo'ling. Inshaalloh siznikida ko'rishaylik. Vaqtingizga rozi bo'ling.